Ma'lumni o'ylab yutkilamsam bo'lmaydi. Kichkinalikdan ondaga shintarim yaxshilab berib yuzimlar deb chiqdim. Bugun menga bolalar 3 VIP o'quvchim chirib imtihonga ishlardan to'liq o'tib chiqdi. Shuncha qo'sh qilib yubordi mana. Mishta o'sib bola hammadan birinchi qatimliq imtihonimiz, bizning ikkinchi qatimliq imtihonimiz emas. Shu boshda kelaylarga kansa. Ovoz rahmat ma'lum sizlar o'tkazganingni men bek bexasdim ishlagan kunlarda zirikmay shu yomg'ir demay attab demay o'rgatlar alonga ilga turmuzni unutib qarlichiroq unutib qilib bo'lgan ishlar yuz bergan lekin kunda askar shirasida degan unutib qolmay o'tdim alonga bir zimliq fursatda ikkinchi yo'l chiqib ketgan arxoshin shularga qarilgan vaqtimizda dal didi tangda olar to'sag'an degan o'ziksizlikka uzoq dastur tutdim shu qilib qoldim ant kechgan qitimliqda yana ma'lumni o'ylab yutkilamsam bo'lmaydi kichkinalikdan ondaga shintarim yaxshilab berib yuzimlar deb chiqdim. Rahmat ma'lum. Yüz nurlar. Yaraysiz. Mübarek olsun. Rahmat. Sizden bu öteş jarayonida qiyinchilik nasıl deb nima qilib qo'yasiz? Benim qiyinchilik bo'lsa, men Hem şu qo'chimizning birinchi qatimliq her bir kısımda şu kapasma yanı düzgün işlerinde meşgul yaxşı olmuş deganlar yana to'liq shu orzusini yetdi sabiriga oq yo'l tilar men dars oldim birinchi turda o'qish orqali pravalar yashkilan qasam shu 5-turga kelganda Rahmat ma'lum jafo cheklaman bir qitimdan o'tibman deb bunda o'zimga ishlanmagan lekin sizning o'g'itishlar ostida men shuni yaxshi qildirishlar ostida birinchi qitimdan o'tib ketgan jafo cheklar rahmat ma'lum. Bular qizlarning birinchi qitim o'tishdi. Dastlab ketgan fursatımızda çıkargan yapman bu qanday yenib ketdi mehrim bilan o'zimni temkin tutadi yuksaklarga ketsin oxir qaytib Müştek vakti de bulamayızlar. Çırağını yaktım, kanda aldı, üçep kaldı deydi. Çırağını yıkıp kanda şırağıdı, üzdükü üçep kaldı, üçep az üzdü mısırda kendini yıkırsak nımız çıkmaydı. Üçep kılığı ese şu yer mağazın nımız kaldı. Kanda da üçep kaldı, zıgan kaldı kalsanlar. Çırağ yakmaz, kanda şırağıdı, üçep kaldı. Şimdi To'makan yezib qo'ysalar, boshqamish o'ynab qolib, foydalanib qolmish. Qanday buzilsa bilaman undan ko'ra boqay. Mavos solib qolsin. Qanday vaqt o'chida, qanday vaqt o'chmaydi. Lekin yanlama shu shoplik maktab o'qish o'shatqa yoki 3-chi turmushdan yetadi, bizdan sizlarga ham aloqasizlar. Haqiqatan mush bolalar shu ishni chiqib orzusi bo'lgan yetdi. Men baxo'sh pichaylanib deb bu o'tishni bu odat ish emas ma'ba. Shunday ejirni shunday japonni men tantatib uzildi men bilaman. Bunda nezriyan ko'rgan emasman. Biz aloqasizlar. Sizlarga rahmat.